Ana bolalar, u nas anaqa новости, короче, ana ko'rib olinglar. Вообще probka ming bor bolalar. O'chirib, urush, talash. 12,5 ming so'mga chiqdi mana hozir. Atak zakaz bo'lsa 3 ming so'mga olib beramiz. Assalomu alaykum Qirg'iziston eli. O'zgan shahrining turg'unlari. 20-yil 15-mart kuni Payzavod uchastog'ina o'z ishlarim bilan borib qoldim ele. Ayaqda eldan to'ptalganini ko'rib, el kombinatning janında do'stlarimni tomoshalayın deb bir kun burada 1300 so'mdan 2 qap un aldım ele, 2 mishok. Bugun do'stlarimni tomoshalayın kichine deb 2,5 ming so'm unning bahası 3 ming so'm deb tomoshalab kichine mendan qata ketib qolibdir. Cho'ng ele qata, kichine desam bo'lmaydi. Bu qilganimdan men abdan o'kinishdim. Büt Qirg'iziston elinden men kechirim so'rayman.